Egilgan boshimni silab turibsiz. Sog'indim otajon, yomon sog'indim. Sog'indim otajon, yomon sog'indim. Ozgina yig'ladim, ko'p emas ota. Ranjimang men o'shal yig'loqqa yana. Goh kulib, goh o'ksib yuribman mana. Sog'indim otajon, yomon sog'indim. Sog'indim otajon, yomon sog'indim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah sallallohu alayhi va sallam. Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Mana shu duo talab bo'lgan ekanlar. Bir kelinimiz Qumariq bo'yida kanalida yo'qolgan ekanlar. Allohimdan mana Baytullohda turganimda so'rashdi. Alloh taboraka va taoloning baytida turib mana o'ziga iltijo qilyapman. Barcha musulmonlar amin desin. Ana shu kelinimiz topilsinlar. O'z ahllariga, ota-onalari bo'lsa ota-onalar huzurlariga, farzandlari bo'lsa farzandlarining huzurlariga sog'-omon qaytsinlar. Alloh taboraka va taolo xalqimizni, yurtimizni bunaqangi suv balosidan, o't balosidan, yomon dardlardan, yomon kasalliklardan, ofatlardan o'zi doim hifz-u himoyatida saqlasin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, mana bugun bizdan duo talab qilishyapti. Bir sinimiz yo'qolib qolgan ekan. Hozir zarkin ahli hammani fikri shunda, hayoli shunda. Duo qilaylik, hammalarimiz duo qilaylik. Ko'pchilikning duosi ijobat. Xonadonlarimizda yosh kattalarimiz bor, duogo'ylarimiz bor. Hammalarimiz ham farzandlarimiz bor, hammalarimiz ham oilamiz bor. Bu oilaga o'zi tez kunlarda, tez daqiqalarda, tez soniyalarda quvonch ato qilib bersin. U kelinimizni tezda topilishlikni Alloh o'zi nasib qilsin. Oilasi bilan bir yuzlariga tushib bir-birlarini ko'rishlarini nasib qilsin. Hammalarimiz duo qilaylik. Duolarimizni Alloh ijobat qilsin, qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohiy Parvardigori olam, o'zi mehribon, rahimli Allohim o'zingsan. Ilohiy Parvardigori bu o'g'loy degan qizimizni Parvardigori olam qayerda bo'lsa ham Parvardigor o'zing bandalar mana izlayapti, yaqinlari, qadrdonlari, oilasi izlayapti. Parvardigor o'zing Parvardigor qodirsan. Topilishligini Alloh taolo o'zing chiroyli sabablar bilan Alloh ro'yobga oshirgan. Parvardigor olam ishlariga rivoj bergan, kuch-quvvat ato qilgan. Parvardigor bunga xizmat qilayotgan barchalardan Alloh o'zing rozi bo'lgan, xizmatlarni ajrini, mukofotini bergan. Parvardigor ilohiy Parvardigor olam saqat salomat tiriklik holatda chiqishligini ham Alloh nasib qilgan. Topilsin. Allohu akbar. O'zbekistonda go'zal bahor oxiriga yetmoqda. Saudiyada esa Saudiyaga sayohatlarimiz yakunlanmoqda. Sizlarni so'nggi reyslarga taklif qilamiz. Toshkent shahridan Jidda shahriga to'g'ridan-to'g'ri parvozlar 14-aprelda Toshkentning o'zidan O'zbekiston havo yo'llarida to'g'ridan-to'g'ri parvozlarimizga taklif qilamiz. 4 yulduzli chinam mehmonxonalarimiz, 3 mahal o'zbek milliy taomlar. Saudiya Arabistoni uchun ajoyib sayohat. Hoziroq qo'ng'iroq. Hurmatli aziz obunachilar, bugun inshaalloh kuchliroq qidiruvlar boshlanyapti. Mana shu Zafar akamizga rahmat, juda zo'r inson ekan. Mana shu akamiz qo'lidan keyin hamma ishni qilib beryaptilar. Bugungi ovozlarimizga gap yo'q, komandaga gap yo'q. Zo'r ishlashyapti bugun, xudo xolisa. Inshaalloh topilsin. Chunki bular har bitta joyidan o'tkazib yuborsa, mana akamiz o'tib ketding deb qaytartiryapti. Chunki va suv ichida hech narsa ko'rinmaydi, o'zinglar bilasizlar. Suv ichida ko'rinmas, tepada ko'p turgan ekan. Baroqqa qaytib har bitta joyini detallarini tekshirtiryapti. Bu yerda keyin mana yoz boshlanyapti, cho'mish taqlanadi. Biz shu yazon o'rtada ko'p turganlar bo'lsa, hatto cho'milmaylar. Shunaqa obunachilar, xudo xolisa duo qilib turinglar. Duoda ish katta. Kommentariya yozib duo qilib tursalaring, xudo xolisa duoda ish katta bo'ladi inshaalloh. Mana shu
videoni boshlab duo qilayotgan qori akalarimizdan ham tan jonlari sog' bo'lsin. Mana shu qori akalarimizga duo qilib qo'yinglar. Inshaalloh Zarkendan bo'lishadi ular. Tashlag'dan Zarkendan xudo xolasa qidiruv kuchli. Assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan hurmatli obunachilar, Alimardon kanalini ashaddiy obunachilar. Yaxshimisizlar? Sog'mi, yaxshimi? Juda ko'pchilik mana duolarni qilyapti. Juda ko'pchilik rahmat. Hojona, hojota, hojopa, hojakalar hammalaring duo qilyapsizlar. Rossiyadan ko'rib turgan musofirda akalar, opa-singillar hammalaringga rahmat. Hammalaring duodasizlar. Kimdir yaxshi kommentarlar, kimdir negativ kommentarlar yozyapti. Даже anarga do'psan gapirishyapti. Endi yozda to'g'rimi? Kepki yo'q oxirini o'ragan mana. Bugun yomg'ir yog'yapti, o'shangalik teshi so'ppundan yomg'ir oqmasin deb kepek kiyib keldim. Endi bu Abduman hoji, bu hojidan kelganda, Nazarbosi deydi. Umradan kelgan, O'tobeshdan kelgan. Bu kiygan odam tushunadi bu narsani. Setga setgan kiymen deydi. Hech kim menga xo'ja emas. Menga yoqyapti, boshim o'zi kal bo'lsa, hozir haligi hovut bergan narsa kiyib olsam, boshim pishib qoladi. O'sha uchun o'sha yaxshi menga. To'g'ri. Shunga ham gapirishadi odamlar. Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Sizlarga emas, o'sha gapirgan odamlarga. To'g'ri. Xudo xolasa bugun yangilik bo'ladi, nasib qilsa, yaxshi niyatda keldik. Hadi mashina yurmadik, gapirgan odamlar ham chiqib qolyapti. Mashina bo'lsa, piyoda yurganimiz bilan farqlama, ovozlar suvga tushyapti. Biz tusha olmasak, O'zimiz ketishyapti. Akalarni ham zo'r bolalar ekan. Xudoga shukr, mana ancha bugun juda kuchli qarovlar bo'lyapti, xudo xolasa. Inshaalloh. Nazorat kuchli bo'lyapti, qarov kuchli bo'lyapti. Mo'g'laza hozir chapga burilib Ko'prikdan mana tomonlarimiz endi yuqorida bu qarab ketadi. Bu tomon Ishtirxonga qarab ketadi. Xullas, hurmatli aziz obunachilar, duo qilib turinglar. Duoda ish katta, inshaalloh. Bittalarni duolarga o'tib, topilib qolsa, shu singlimiz yaxshi bo'lardi, xudo xolasa. Ko'rib negativ yozganda shu negativ o'rniga shu duo yozsa, shu ijobat bo'ladi. Undan hali shu videoga ham negativ yozadiganlar ko'payib ketyapti. Mayli, qo'y. Yozaversin. Qachondir kim hisob beradi? Shuni aytaymi. Endi mana shu yoritib turibmiz, ko'pchilik duo qilyapti. Sizlardan duo. Mana shu videoni keyinroq tarqatib bu ham bir foydada. To'g'ri. Chunki mushkullar oson bo'ladi oilani. Hozir mana biz chiqarmasak nima bo'ldi ekan deb sizlar so'raysizlar bizdan. Albatta. O'shuning uchun kunlik chiqarib turibmiz. Ovozlarga, ichkilarga, hammalariga rahmat. Sizlarga ham alohida rahmat. E'tibor qo'yinglar. Vaqt ro'ylar, xudo xolasa mana hozir mana shu yerdan Oxunov kanaliga o'tsalar, xudo xolasa yangiliklar ko'pda kuzatinglar. Mana hurmatli aziz obunachilar, xudo xolasa qidiruv ishlari avjida. Hamma shu yerda inshaalloh. Favqulodda vaziyatlar hamma shu yerda.